Assalomu alaykum. Nevroz va xavotirning top 50 belgisi. Fikrlardagi simptomlar. Mabodo men aqlimdan ozib qolsam-chi? Mabodo men o'lib qolsam-chi? Mabodo menda davosi yo'q kasallik bo'lsa-chi? Mabodo menda shizofreniya bo'lsa-chi? Mabodo men hech qachon sog'aymasam-chi? Mabodo menda qandaydir noyob kasallik bo'lsa-chi? Mabodo menda infarkt, onkologiya, rak bo'lsa-chi? Mabodo menga yomon bo'lib qolsa-chi? Mabodo samolyot halokatga uchrasa-chi? Majburiy salbiy fikrlar. Mabodo men o'zimni derazadan tashlab yuborsam-chi? Mabodo men o'zimga pichoq yoki o'tkir narsa bilan zarar bersam-chi? Mabodo men ota-onamga, turmush o'rtog'imga, bolalarimga zarar yetkazsam-chi? Mabodo men yolg'iz qola olmasam-chi? Mabodo men nazoratsiz biror ish qilib qo'ysam-chi? Jismoniy simptomlar. Uyqusizlik, uyqu buzilishi, yurak urishi tezlashishi, qon bosimining oshishi, ko'p terlash, tomoqda tiqilib qolish hissi, bosh aylanishi, bosh og'rishi, ichki bezovtalik, diareya, tez-tez hojatga borish, oshqozonda noqulaylik, tez-tez nafas olish, og'iz qurishi, yurak urishining buzilishi, qo'l-oyoq titrashi, quloqda shovqin, yurishda beqarorlik, doimiy charchoq, holsizlik, qo'l-oyoq uvishishi, ko'krakda siqilish hissi, doimiy tarang mushaklar. Psixik simptomlar. Derealizatsiya, atrof real emasdek tuyulishi. Depersonalizatsiya, o'zini begonaday his qilish. Jahldorlik, asabiylik. Xulq-atvor simptomlari. Yolg'iz qolishdan qo'rqaman, shuning uchun qolmayman. Samolyotda uchishdan qo'rqaman, uchmayman. Dori ichishdan qo'rqaman, nimadir bo'lib qolsa-chi, ichmayman. Tinchlantiruvchi, uyqu dorilarini xavotirni his qilmaslik uchun ichaman. Doim qon bosimini, pulsni o'lchayman. Pichoq va o'tkir narsalarni yashirib qo'yaman. Doim tanamni tekshirib, o'zimni kuzatib yuraman. Panika payti kimgadir qo'ng'iroq qilib, yordam so'rayman. Joyimdan o'tirolmayman. Diqqat past, biror narsaga jamla olmayman. Xavotirni kamaytirish uchun turli rituallar qilaman. Doim shifokorga boraman, tekshiruvdan o'taman. Qaysi belgilar sizda bor? Agarda sizda mana shunday belgilar bo'lsa, bu nevroz va xavotirning belgilari hisoblanadi. Bunga yechim bor, marhamat, murojaat qilishingiz mumkin.